qayerda, baxt qayerda, boylikdami ayt? Yoki dunyo bergan shon shuhratdami? Ko'p narsaga ega bo'lib ham nega ba'zan ko'zlar to'la hasrat? Baxt onangni duosida ekan, otangning mehrli nigohida ekan, uyga kirganingda kutib oladigan, birgina bo'lam degan so'zida ekan. Baxt sog' salomat uyg'onish ekan, nonning hidini sezish ekan, yoningdagi insonni qadrlab boriga shukr qilib yashash ekan. Baxt aslida qayerda? Baxt bugungi kuningda. Baxt seni kutayotgan insonda. Baxt ota-onangni borligida. Baxt hali aytilmagan rahmatda. O'tganda bilinar ekan, qadrini ketganda sezar ekan odam. Kecha yoningda kulgan inson bugun faqat xotira bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ey inson, shoshma, baxtni uzoq joylardan izlama. Qo'lingdagi ne'matni qadrlagin, bor insoningni hech qachon ranjitma. Chunki baxt katta saroylarda emas, baxt qalbdagi o'tib ketgach anglamagin, baxt yonimda ekan-ku deb. Bugun qadrlagin, bugun sevgin, chunki baxt kechagi kun emas. Baxt aynan hozirgi kuning ekan. Aslida qayerda? Baxt bugungi kuning. Aynan hozirgi kuning.